bo'la qoling. Ko'proq olib chiqing, chunki bolalar judayam ko'p. Hammaga yetadi. Yo'q, bekitib qo'ygan shirinliklarimiz yo'q. Yo'q? Ha, kimdir uni yeb qo'yibdi. Men emas, men hozir keldim-ku, men nega tegaman sizlar shirinligingizga? Buni sen yedingmi? Ochovat. Ochovat. Meni kechiringlar. Bu nima qilganing? Axir bu eng oxirgisi edi-ku. Bunaqada sen boboni qora ro'yxatiga tushib qolasan-ku. Ha? Bilaman. Qornim juda ham och qolib ketgandi. Yeb qo'yganimni bilmay qoldim. Doim shunaqa qilasan. Doim emas. Har doim. Har doim. Qo'y. Bo'ldi qilinglar, do'stlarim. Axir bugun bayram. Menda ajoyib reja bor. Qaranglar. Biz sizlarga shirinliklar topib bersak, sizlar bizga archa o'yinchoqlarni yasab berasizlarmi? Ha, albatta. Yasab beramiz, to'g'rimi? Qo'y, suvni intiling. Nima qilish kerak bunday vaziyatda? Qani, ayting. Men hozir Bizga yaqinroq shirinliklar mamlakati bor ekan. shirinliklar mamlakati? Voy, shirinliklar. Ha, o'sha yerga borib shirinlik olib kelamiz. Unday bo'lsa, qani tezroq bora qolaylik ana shu yerga. Texnika mo'jizasi. Asal, nobot, qotli yo'l, shirin dunyo paydo bo'l. Qo'ying!